o'ngak arkada qoladi. Ha, bunda yo'lga aylanib yuring-da. Qarang, arkada qoladi. Ha. Yaxshi. Aytganda qiladimi, oyog'ingiz yuring. Qiladi-ku aytgandi. Ha, aytganda qiladi. Og'riq bormi, nima bor? Men bo'ldi, menga keling. Og'riq borda mana da shu ploska bilan qisganda olib turadi mana mana. Ha. Qarang, oyoqqa berami pastlarga? Oyoq pastiga mana shu chap oyoqqa beradi. Ha. Mana muskulga beradi, muskul. Ha, bo'ldi. O'ng oyoqchi. O'ng oyoq uncha og'riq bermaydi, lekin anaga yurishga qiynaladi. Ha, bo'ldi. Qancha vaqt bo'ldi bunga? 2013 operatsiya qildim. Ha, 2013 operatsiya qildingiz. Nima deb operatsiya qildingiz? Stomatologический. Diagnozini nima deb qo'ydi? Meni toza ana bo'ldi bular. Grija chiqmadi. Ha. Tomografiyada yana bir qildirib keldim, grija chiqmadi. Shuni ham operatsiya qildim. Bo'li Telyakov degan doktor bor ekan, professor. Ha, bilaman, taniyman. Ha, biz ustozimiz u kishi. Ha, shu kishi qildi. Ha. Seni yurishing nima bunday qiyin dedi, oyoqlari tushirdi, suyaklarni, ko'klari tushirdi. Ha, xo'sh. Orqalari yaxshi chiqar, keyin boshqa o'nlardan, institutlardan Beraking. doktorlar chaqirdi-da, Ha. maslahatlashib operatsiya qildi-da, operatsiya qilgan paytda endi men Yo'q, ha, hammasi yaxshi desa, nima uchun operatsiya qildi? umurtqamda mana qutichada ko'p bir tuzga o'xshagan narsa men bilmayman. Ko'rsatib uydagilarga shunday narsa olib qo'yilibdi. Ha. Nima deydi uni? Bo'ldi. Pastga bo'ldi. Ha, bo'ldi. Ha, mayli, olib tashlabdi. Keyin og'riq yo'qolmadi, ketmadi. Yo'q, ketmadi. Ha, mana Shu ukolni kuchlari bilan qanchadir ma'lumot Ha. og'riq qolib turdi, keyin yana shu og'riq. Qarang, siz birinchi bitta kasal emas, juda ko'p shunaqa. Operatsiya qiladi, og'riq ketmaydi. Shunday. Ha, chunki mana bu buyog'ingizdan shiljaganda sizda, mana chap oyog'ingizdan tos bilan do'mbozangiz birikkan joyida. Shu yerdan sidalishni nerv degan nerv bor, o'shadan o'tadi. O'shani qisib qoladi. Og'riq mana shu ketmaydi keyin. Operatsiya qilib, sizga temir qo'yganmi hozir uyga? Yo'q. Temir qo'ymaganmi? Ko'p yedi, endi u paytlar 13 yil mana shuncha yerni ochib kesib ochganda Ha. 2 soat 20 minut operatsiya qilgan. Operatsiyadan keyin shu bitta tochka bu ploska bilan qisganda faqat uxlaganimda bilmayman. Og'rib turaveradi. Qachondan beri endi? Shundan berimi? Shundan beri. Kuchim dem olib qo'ydi, holim dem olib qo'ydi, o'g'lim yomon ekan. Nimadan bo'lishi mumkin doktor? Shu Ha, shu hozir ko'ramiz. Yoting-da. Mana og'riq bormi? hozir. Ozroq bor, ozroq. Ha, bo'yinda kamroq bo'lishi bor ekanda. Aka telefoningiz o'zizami? Boshida Boshida qoldi. ko'tang mashina oladi hozir. Belda og'riq bormi? Chap tarafingizda-da? Chap tarafda bor, chap tarafda. Mana shu yerda og'riq bormi? Ha, bor. Qara, tochkangiz, boya tochka qayerda? Og'riydigan tochkanmi? Ha. Bor. Ha, shu yerda mana. Ha, ashada bo'ldi. Ha, men ushlagan joyda shu Ha, yerda. ashada. Oh. Ha, bo'ldi. Aha. Men belda bormi? Qara, men belda og'riq bormi? Yo'q, ha? Yo'q. Yo'q. Men belda yo'q. Men belda bor. Bor, ashunda bor. Men belda bor. O ash muskulda bor. Men belda bor. Bor. Bo'ldi. Aha. Og'riydimi tortsa? Uncha og'rimay, boyagi joyim og'riyapti-da. Mayli, indamang. Hech narsa qilmaydi. Bunisini topamiz. Bo'sh qo'ying. Ha. Bunisi ham og'riyapti. Yo'q, og'riyapti. Ish qoldi. Ha, bo'ldi, hozir to'g'rilaymiz, yaxshi bo'ladi. Xudo xohlasa nasib bo'lsa. Nasib bo'lsa. Ha, bo'yinni ko'taring. Alo. Yangi yaxshimisiz? Zo'rimizda? Kelisizmi? Qarang, keyin yaxshimisiz? Zo'rimizda? Kelin uyga qarangizlardagi akamma nima bor? Bo'sh qo'ying. Ko'taring, ha. Bo'ldi. Yana qorin bilan yotasiz endi. Ha, mana shu yozib qo'yamiz. Xo'p. To'xtang. Mana shunday. Peshanam berdi. Bo'ldi. Alo. Yangi? Sog'lik, yaxshimisiz? Charchamasizmi? Yaxshi, biz yaxshimi? Yangi? Akalarimiz 1-2 kilo olib, Ha. To'g'ri yaptın.
Ha, qara Mehmet'e bana koptu. Aşağıda bu arada. Ağrıyaptı ha? Oldu. Sal ağrıqlı bo'ladi-da, chidab tursangiz. Açtığımız da şu boğaydı yok. Çünkü shiljigan joyingiz qo'zg'alishi Xo'p, mana, xo'p. Babam ulan. Yolg'iz aniq qilib sizda. Ay tapsa sevmaydi. Aytamiz. Ya. Qani o'ryaptimi ursak she'rga? Oh ha. Ha, she'ringizda shiljish bor. Oh. Ay. Oh. Qo'lda qal. Ha, peshonani tirab qo'ying she'rga. Hozir. Hadi. Ha, tushasiz 2 minutda. Bo'ldi. Qattiq o'ryapti mana. Qarang. Endi bunday qiling, mana bunday. Asta tushing. Uçayım Ha, tushing, asta tushing, asta. Turing, qani shu yerda turing. Hozir qarang. Urgan zarbani oldi ketdimi? Zarbani oldi. Ha. Ortibdi. Qani endi burkni ko'taring. Siz o'tiring joyingizga. Burkdan dokaza ko'taring. Toza ko'taring. Yaxshilab. Ha, endi yuring. Aylanib yuring. O'zimga yaxshi bormi aka? Mana o gün sen balandroq ko'tarilyapti-da avvalgidan. Mana sudrab qolaydi. Mana o'nga yaqin yengillashdi, ko'tarilishi yaxshi bo'lib qoldi. Ha. Hozir qarang, avvalda pasayyapti-a sizda. Ha, pasayyapti. Yurishi ham yengillashganday bo'ldi Ha, menimcha. urgan. Oyoq bilan ko'taryapsan. Mana uni ba'zi ko'taraydi-da, hozir yaxshi ko'tarilyapti-da mana. Bitib sudrab qolib o'zimda doktor. Shu yuraverdim shu turish. Ha, shu. Mana Sardaryoga bordim, Olon moyi bilan dedim, yoqqa bir 4-5 marta bordim. Aytdi kecha, Olon zahriman. Vaqtim ketib yuraverdik. Ha, vaqt o'tkazyapsiz-da. Organ joyingiz olib qoldi. Yo'q, eski olchi. Eski og'riq yo'qoldi lekin mana ploski bilan. Urgan zarb urmasi og'rib bor ekan. Ha, u og'riydi, bir haftagacha olib turadi. Ezilyapti-da u. Reski harakat движение qilmang, harakat qilmang. Shu Aka, nima remontabl tashqarida bir yurib naqasizmi? Uzoq bir yurasizmi? Tashqari chiqasizmi? Ha, bir yurib naqay endi ancha nimalarni Remont, ha, mayli. yaxshi bo'ldi hozir. Ha, qarang. Sudrali bunday yuraylik-ku, bunday qilib. Ha. Hozir yaxshi. Ha, shuncha aytdim-ku, boya o'rdak yurish qilib keldingiz deb. Qarang doktor, hozir endi mana suyak, ha, bir sojib naqlar tishlab bo'ladi endi, qisilib naqlar. Ha, shu sidalishni nerv qisganda, qisib qo'ygan. Qani paxotkangiz reski o'zgardi. O'zingizga ham sezilayotgan bo'lsa kerak. Yurish ancha o'zgardi-da boyagi. Ha, o'zi ancha o'zgardi. Siz uzoq 13-yildan beri yuribsiz-da buni. Shunga привычка bo'lib qolgan. 13 yil bo'lyapti, mana aprel. Ha, shunga ko'nikma bo'lib qolgansiz. Qo'li yurdiydi, ishchilar ham yursam 10 metr yuraman-da, yana bitib tashib qolaman. Ko'nikma bo'lib qolganda, shunga привычка bo'lib qolgan. Qarang, hassa ham ushladingiz, oldingizmi? Hassa operatsiya paytini tutdim-da, hassa. Ha, shu 13-yil operatsiya qilgansiz-da, ha? 2013 yilda urdim mana. Shundan beri ana shunda yuribsiz. Ha. Og'riq qolmagan. Hozir Yo'q, o'sha operatsiyadan keyin og'riq qolmaganda. yo'q, vaqtincha kollarni operatsiyadan keyin 15 kunmi, 20 kun yo'q bo'lib turdi, kol
Ha, shundan beri shu og'riq bilan yuribsiz. Agar o'sha vaqtda kelganingizda moment joyiga tushardi, birdan paxotkangiz ham buni o'rganib qolmagan bo'lardingiz bunaqa. Hozir qarang, paxotkangiz o'zgaradi. Nasib o'zgaradi. Qarang, 15 kundan keyin yana bir kelib ketasiz. Nasib bo'lsa, Xudo xohlasa. Agar og'rimasa kelmang. Agar sal Kelamiz, Singlimni olib kelar-ku. Ha, U singlim bo'ladi. Kelaman men. kelamiz. mayli, agar bo'lmasa kelsalaringiz yaxshi bo'ladi. Bali 15 Kontrolda bo'lasizda, endi nazoratda. Ha. Nazoratda bo'lib turasiz. Boyagi rejimlarda qilasiz. Rejimlarda. Og'ir narsa ko'tarmaysiz. 5 kilodan og'ir narsa ko'tarmaysiz. Ot, eshak, arava, Damas, Pamas, skuter, velik, ana shunaqa narsalarga o'tirmaysiz. Faqat ikkita variant bor. Bitta stulda o'tirish bor, bitta variant yotish bor. Boshqa variant yo'q. Tushundim. Pozitsiyalardan, pozalardan. Tushundim. Mana hojatga ham mana shu unitazga o'tirasiz. Unitasiga. Ha, mana o'zgardi, paxotkangiz zo'r bo'ldi, pashti. O'zim sezdim-da. Yurishim tez ekan, chaqqan bo'lyapti. Chaqqanlashdi. Chaqqanlashdi. Hozir keyin diqqat qarang. Oyoq uyushda hammasi yo'qoladi, to'g'rimi? Uyushlar yo'qol. Mana oyog'i qizib boshladi o'zi. Oyoq uchi qiziy boshladi. Unda yurib uni qizimaydi. Zash tomirlar qisilgan, tomirlar qisilgan. Aslida uyushga tomirda Oldin yaxlab qolaydi deyapti-ku mana. Hozir qizib boshladi o'zi. Baraka toping, yurishim. O'zim sezdim. Shuna yurgim kelyapti, yursam keyin. Boyagidan tekis yuryapman-da anchalik. Ha. Boya o'rdak yurishdi-da, boya yurishingiz. Mana tapishkalar uyda tapishka kelmanda yursam siltanib tapishkalardan chiqib ketayotgan darajada bo'lib qolgan. Ha. Keyin oyoqlarni istashganda yursam bo'lmaydi, yaxtaydi. Oyog'imga mahkam bog'li narsa kiyib yuraman-da. Bunday qilgan betim uchib ketadi. Ushlab tura olmaydi-da oyoq. Hozir yaxshi. Ha, yaxshi bo'lding, Iloyim, yaxshi bo'lib keting. Mashq qilishlar mumkin emas. Yo'q, hozircha mumkin emas. yaxshi yurib ketasiz. Keyin 21 oydan keyin, 20 kundan keyin mashq qilasiz. Hozir chunki burilsangiz, u yoq bu yoq qilsangiz, boya joyga nagruzka tushadi-da. Xullas, 15-20 kun o'zim avaylab ekanman-da. Ha, ana shunday. Mayli, bu yillab olgandan ko'ra qolib yot desangiz yotaman. Ha. Dersa yaxshi ketgancha o'tirsangiz, qaror qilsangiz so'zga yaxshida. Yo'q, tortasizmi? Yo'q, tortishamiz. Hozir boyagida olib borma hozir. yo'q, boyagida yo'q. O'z joyiga tushsa pasayadi og'riq. Shoshmay turing, ana shunday yotib turing. Yotib turing. Hozir girjangizni ham to'g'rilaydi-da, hozir. Unda ham ozroq bor-da girjaga. Kasını yaptım. Yaptım ben 5 bin zaman kaldı. Oldu hasta düşün yani. Hadi ilk ayakta burada düşürün. Oturun üstüde hazır kılınsa. Ya yürüsme. Qanday? Yaxshi, og'riqlar yo'q. Yaxshi, yurishim men umuman orqada qolib ketyapti. Hozir deyarli qolmayapti-da, yaxshi.
aloqada bo'lib turamiz. Chap oyoq Ha. dan arkada qolib ketadi. Hozir yurishgan. Og'riqlar yo'qmi? Eski og'riqlar? Eski og'riqlar yo'q. Endi bu zartiki bo'lsa kerak, Zartiki, qizib turibdi. zartiki, zartiki. Zartiki bo'lsa kerak. Qarang, men bugun keling, ikki og'iz gapiring endi. Qayerdan keldingiz, nima bo'ldi, nima qo'ydi? Yoshingiz nechida? Shu haqida bir informatsiya bering qani? Men Ortiq Sulshat, Samarqand viloyati Narpay tumanidan keldim. Doktor Davoliga shu YouTube'dan ko'rib, hozir bir kurs lechinalar oldim. Ancha o'zgarishim zo'r, 100%. Yurishim o'ng oyog'im orqada qo'laydi. Operatsiya 2013-yil qildirgan bo'lsam, shundan beri oyog'imda muammo bor edi. Hozir qizib, yurishlarim ancha o'zgarish zo'r bo'ldi. Tashqariga chiqib bir kun yurib keldim. Xudoga shukr, yaxshi. Yoshim 53 ta. Nasib bo'lsa, yaxshi bo'lib ketadi deyapti doktor. Aloqada bo'lib turamiz, telefon qilib turasiz. Katta rahmat. 15 kundan keyin xohlasangiz kelasiz. Ha, singlim bilan kelaman. Bo'ldi, mayli. Katta rahmat. Tavsiya qilsa bo'ladi. Tavsiya qilsa bo'ladi, ha? Kelsa bo'ladi. Bemorlarga aytamiz, tavsiya qilamiz. Shunday shaxta bor ekan doktor. Mayli. Biz Toshkent, Sirdaryo, shularga borib yuribmiz-da. Sirdaryoga bir 6 hafta qatnam. Böyle olan zahirde bunday yotqizib masaj qiladi doktor. Bir qizili dedi, yurib keladi, yurib kelasiz o'zaro. Keyin kuni bilan shu yo'q kerak, bu kunimizni kutdim. Ozgina yo'l emas. Endi yaxshi bitasiz. Rahmat doktor. Mayli, sog' bo'ling, Sog' bo'ling. Bo'pti. Bo'ldi, bu. Bo'ldi.